Barchaga Janubiy Koreyadan assalomu alaykum. Hozirda biz Koreyaning eng mashhur halol oshxonalaridan bittasi bo'lgan Lazzat oshxonasiga keldik. Bu video orqali sizlar aynan shu halol restoranni qanaqa qilib tashkil topgan, koreyaliklar o'zbek ovqatlari haqida qanaqa fikrlari bor va qanaqa qilib o'zi halol ovqat topish mumkin Koreyada, shu savollarga javob topamiz. Bo'lmasa ham vaqt cho'zmasdan videomizni boshlab olamiz. Birinchi mana shu restoranni ochayotganingizda boyam aytdingiz, umuman plyus bo'lmagan ekan. Shunday. Yo Alloh, nega raketa ber desang, Alloh senga raketani shunday kaltini beradi deganlarda. Halol ovqat topish juda ham qiyin edi. 5 yil minusda ishlaganman-da. Eng qiynalgan paytingiz qachon bo'lgan? Dadam konkretni kaltaklaganlarda. O'zi Koreyaga qachon, nima sababdan keldingiz? Lazzat oshxonasiga ham kirib keldik. Mahmudjon aka, assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Bugun mana ajoyib muborak bahorning birinchi kuni. Xudo xolisa ertadan boshlab Ramazon, yana ro'zalarimizni Alloh qabul qilsin. Bu restoranda avvalambor o'zimizning vatandoshlarimiz, dindoshlarimiz, barcha musulmonlarga biz borib xizmatdamiz. Mana Xudo xolisa 11 yildan beri. Lazzat bu nafaqat oshxona, bu tarix. Ne desam to'g'riroq bo'ladi. O'zi so'rashingiz mumkin, Lazzat oshxonasi qayerda joylashgan? Poytaxt dedim, lekin poytaxtda aynan qayerda? Itaewonda joylashgan. Itaewonni balki oramizda bilmaganlar bordir. Eng ko'p chet elliklar o'zi qayoqda desa, Koreyani ozgina biladigan odam aytadi, Itaewon deydi. Zo'r gap aytdingiz. Mana restoranni oladigan bo'lsak, nima uchun Itaewon? Avvalambor bu yoqda masjid joylashgan, ya'ni Seul shahrining eng katta masjid joylashgan. Musulmonlar uchun muhim bo'lgan narsa bu albatta masjid. Shuning uchun masjidga yaqinroq uyimiz ham, ishxonamiz ham shatda bo'lsin deb shu joyda ochganmiz. 2013-yilda bu yoqda yuqorida Al-Baraka deb nomlangan Xurshidbek ukamiz ochgan go'sht do'koni bor. O'sha yerda ukamiz chaqirib, aka birgalashib ishlaymiz deganda birgalashib ishlaganmiz go'sht do'konda va o'sha go'sht do'konni butun janubiy mana shu oshxonalar, Itaewondagi atrofimizdagi oshxonalarga go'sht tarqatib, o'sha paytda mana shu bitta pastda bir restoran bo'lardi. Ruslardagi Bon Appetit deb nomlangan. Yoqqa borib go'sht tarqatganmiz. O'sha paytda tarqatganimizni bir kunlar aytib qolishdi. Mabodo oshxona oladigan odam yo'qmi deganda, Xurshidbek ukamizga aytganman-da, endi go'shtni o'zini emas, pishirib sotaylik go'shtni degan ma'noda o'sha oshxonani ochganmiz. Mahmudjon aka, keyin bemalol o'tirib suhbatlashamiz. Bo'lmasam bitta ko'rsataymi obunachilarga o'zi oshxona qanaqa joylashgan? Bu yoqda kirishimiz. Bu yoqqa kirishimiz. Kirishimiz. Demak, o'ng tomonda erkaklarga, ayollarga alohida hojatxona va bizning kichkina ofisimiz va ofisimizda oldida Samarqandning Registonimizning haligi manzarasi bor. Bu yoqda yopig'ida biz bu yoqni ochdik, terrasa qildik. Ya'ni yozda bu yoqni ochib bemalol haligi barhavo bo'lib toza holda o'tirishadi. O'zimizning milliy qadriyatlarimizni azlagan holda haqiqatan shu atmosferani yaratib beribsiz, to'g'risini aytsam borku. Kirib kelgan odam qanday chehrasi ochilib ketadi. Endi bu narsani faqatgina musofir yurtga chiqib, vaqt o'tkazganlar tushunsa kerak. Mana bu taxtalarda ham dasturxon edi, lekin dasturxonimiz nimagadir oxirgi paytlarda trendga ham qaradim, boshqa narsaga ham qaradim, e'tibor bersam ko'p joyda taxta ekanda. O'tgan yil yozda Sanjar aka Maqsudov bor, restorator, bilsangiz agar, o'sha aka bilan birgalikda gastrotur qildik Ozarbayjonga. Ozarbayjonga borib milliy taomlarni, umuman restoranni biznesni o'rganib keldik-da, o'shanda qarasam ko'p joy taxta ekan. Keyin shunaqa qilib o'zim borib, bozorga borib taxta tanlab, o'zim modelka qilib, o'zim laklab, sekin mana bu narsani qo'ygandan keyin maza qildim. Sababi mijozlar kelib, o'zlari nima bor yo'qligini ko'rib, o'zlari tanlab, o'zlari pulini to'lab, diskomfort ham emasda. Misol uchun ofitsiantimiz ham birdaniga odam kelsa 18 ta stolimiz bor. Hammasini obslujiy qila olmaydi, lekin 18 ta odam birdaniga kelsa, zakazini birdaniga qabul qilamizda. Ya'ni shu yangilik bo'ldi, biz uchun juda yangilik bo'ldi bu narsa. Agarda u bu tilni tushunmaydigan odam kelsa, chunki juda ham turli xildagi millatlardan kelishadi-yu. U millat misol uchun koreys tilini bilmasligi mumkin. Bemalol rasmligini ko'rib, ofitsiant bilan gaplashib o'tirishligi shart emas. Bemalol hamma narsa onlayn zakaz qilinib, eng tilam bor, kartada to'liq qilsa bo'lar ekan. To'liq bo'lsa bo'ladi. Buni ko'rib borku, men Koreyadagi oshxonalarda ham ko'rmaganman bu narsani borku. Zamon bilan birgalikda yurish kerak-da har doim, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Mana hozir xuddi shu stol bo'lsa, bu yoqdan turib olib ketishga zakaz qiladi. Bu yoqdan pulini oladi, bu yoqdan ham pulini oladi. Yana boshqa monitor qo'yganmiz. Bu yoqdan masalan Telegramdan zakazlar keladi, yarim kilo osh, 1 kilo osh yoki bo'lmasa qaysi stolni bron qilgan. Bu endi o'zimning ijodim bilan уже сразу misol uchun hali qilishadi. Aytmoqchi, Ramazon boshlanyapti. Agar video Ramazon ichida chiqsa, xudo xolasa, Ramazonda albatta bron qilib kelish kerak. Chunki iftor paytida o'tgan yili ham faqat bron bilan ishlaganmiz-da, ya'ni odamlar kelib qaytib ketgan, o'zimiz ham xijolat bo'lganmiz. Shuning uchun Ramazonda iltimos, agar Ramazonda chiqsa video, Ramazonda bron qilib kelinglar. Bu yoq kassamiz bo'lsa, bu yoqda pishiriqlarimizni ko'rishimiz mumkin. Pishiriqlarimiz bor, pishiriqlarimizni o'zimiz qilamiz. Hammasi o'zimizdanligi. Ya'ni ko'chada ishlatib sota olmaymiz, faqat soklardan boshqa tashqari. Azizlar, qaranglar, har doim bular oshni yaxshi ko'rishadi. It's okay. Thank you so much.
Thank you so Thank you, much. thank you. Enjoy food, brother. Thank you so much. Mana. Ko'rasizlar, Mahmudjoniki ingliz tilini ham, koreys tilini ham hamma narsada gapiradilar. Bor-ku, juda ham hayron qoldim to'g'risini aytsam. Eldorjon, chunki haligi aytishadi ustozlarimiz, bu mehmonlar Allohning mehmonida, Allohning bizga jo'natgan mehmonlari. Unga bir o'shanga loyiq yarasha xizmat qilishimiz kerak. Ko'ngil olishimiz kerak. Bu yoqda ichimliklar saqlanadigan Ichimlik joy. saqlanadigan joy. Bu yoqda issiq suv, choy damlanadi. Bu yoqda kofemiz bor. Aytmoqchi, juda bitta kuchli brendni iltimos qilib, haligi o'zbek restoraniga bermagandim, lekin mayli deb mana kofe qo'ygan. Haqiqiy anaqa mazada. Birdaniga hamma kelsa, necha kishi bu yerda ovqatlanadi? Bu yoqda hozir 100 kishiga joyimiz bor. 100 kishiga. 100 kishiga joyimiz bor. Kecha to'y ham bo'ldi bu yoqda. Kecha mana to'y bo'ldi. To'ylar ham bo'lyapti. Chet el mana eng mazza qilgan narsam O'zbekistondan kelgan mehmonlarni yoki o'zbek studentlarni Yusentda joyga olib boraman, chet elliklar olib kelyapti-da. Eng qiziq joyi. Xuddi shu bilan birga studentlar ham chet elliklar olib kelyapti-da. Ular bu mazani ko'rib, yana qaytib kelishyapti. Tug'ilgan kunlar, chet elliklar, qarislar kelib tug'ilgan kun qiladi. Iltimos qiladi, haligi deydi, uzr, spirtnoy maydi. Yo'q, spirtnoy yo'q. Shunday bo'lsa ham kelib tug'ilgan kunlarni nishonlashyapti. Yaqinda bitta koreys akamiz konsert berdi bu yoqda. Butun haligi qarislar kelib, faqat qarislar uchun konsert bo'ldi. Xullas, imkon qo'ldan kelgancha haligi bu yoqda оборудованиямиz bor, haligi musiqa nimalarimiz bor. Xurshid Rasulov kelib konsert berganlarda olingan narsalar. O'zi mana orqa fonga ham o'zbek milliy musiqasini qo'yib qo'ygansizlar. Kelgan odam chet ellik O'zbekiston milliy musiqasi qanaqa bo'lishini bilib oladi, to'g'rimi? Mazza qilganim, shu musiqani mana shu yerda ko'rib ketganlar ham borib qo'yyapti ekan. Aka, rozimisiz? Men roziman, meniki emas. Konsert berdi dedingiz, studiyamiz ham bor ekan-a? Kichik bitta studiyamiz. Xo'p, katta sahna qilsak, keyin chet elda bir rasmga olsak, bitta lazzatli yozsak degan zadumka bo'luvdi. Keyin o'yladik, to'xta, bu bilan birga ham rasmga tushsin, ham o'tirib bir mehmonlar bitta choy ichsin, masalan, haligi bo'lsa, degan buyoqda kelin kuyov o'tirdi. O'tgan safar O'zbekistonga kelgan delegatsiya kelib o'tirdi, qarislar kelib o'tirishdi. Shu bilan birga anaqa mana podkastni ham boshladik, vaqtlicha yaqin oling, mana haligilar qilib, mikrofonlar hamma narsa bor. Aynan shu video tugagandan keyin men keyingi video sifatida Xudo xolasa bugun kechga aynan Mahmud aka, keyin Nurdin Shoh aka bilan birgalikda oladigan podkastimizning ismi Shaxs podkasti. Esingizdan chiqarmanglar, keyingi videoda ko'ringlar albatta. Men o'zim ham chiqaman. Koreyaga kelish qanchalik to'g'ri mavzusida suhbatlashamiz, juda ham qiziqarli bo'ladigan umiddaman. Albatta ko'ringlar. Koreyaliklar o'zi nima fikrda O'zbekiston taomi haqida? Misol uchun, endi bir xil koreyaliklar bilan gaplashganimda O'zbekistonlikman desam, qayoq yo'q, eshitmaganman deydi. Endi birinchi marta hali davlatning ismini bilmasdan taomini yeb ko'rib, "Voy, shunaqa ovqat ham bor ekanmi o'zi" deganlar bo'lganmi? Zo'r gapni aytdingiz. Haqiqatdaligida men shunaqa narsalarni bildim, uni suhbatimiz davomida aytaman, lekin hozir mana shu savolingizga javob berish uchun o'sha 2013-yil ochganimizda qarislar kirib, menyuni ochyapti-da, sразу menga qarayapti, notanish. Telefonni ochib ko'ryapti-da, hech narsa ma'lumot yo'q. Bunday yopib, zo'r keyin keloni chiqib ketyapti-da. Keyin biz nima yo'l qildik? O'shanda biz 2015-yilda, 2014-yilda уже Koreyani Kupan, keyin Yogi Yoshina kompaniyalar kelib bizdan shartnoma qilaylik. Seni ovqatingni sotaylik deyishdi. Aytdim, "Okey, bo'ldi, gapni sotamiz. Lekin bizga 70% skidka qilib berasan" deyapti. Aytdim, "Bu boshda o'zi arzonmi?" Keyin aytdikki, "Davay, sen uchun yangi menyu qilamiz" dedik. Yangi menyu qildikda bu уже lazzatli yo'q ovqatlar. Lekin yangi menyu qilganimizda biz tildan, mol tilidan ovqatlar qilib, xullas jizbizlar qilib, ishonasizmi? O'sha Kupanga chiqqanida bir hafta shu ovqat trendda turganda, boshida nimada yonib turganda, o'shanda qarislar bu bildi, keldi. Alhamdulillah o'shandan keyin odamlar bilishni boshladi va hozir kelib ko'rganingizdek osh nomer degan qarislarga lag'monni yaxshi ko'rishadi. Somsamiz duxovkada pishgan qatlama somsa bo'lgani uchun u o'zgacha alohida. Keyin qo'y shashlik. Eng mazza qiladiganimdan yana bittasi, nechta qaris oldin kelgan bo'lsa, qo'y yemayman, hidi bor dedilar-da. Hozir Xudoga shukr qo'y beryapti. Shunaqa. Hozir mana Mahmud aka bizga ovqat pishiryaptilar. Mahmud aka nima ovqat pishiryapsiz hozir? Xo'p, hammamiz sevimli bo'lgan. Hozir kunda ya'ni o'zbeklar ichida ham, turklar ichida ham, chet ellar ichida ham eng asosiysi mahalliy Koreya fuqarolar uchun ham hammaga yoqayotgan mast nima qilyapmiz hozir. Oldin moshxo'rda qilardik. Yaxshilab o'qib ko'rsam, ba'zi insonlarda moshga allergiyasi bor ekanda. Yaxshi yo'q ovqatni mosh yeymiz deganiga bitta odamga ham bo'lsa allergiya bo'lmasin deb mosh top tasadida endi xudo xolasa mast nima qilyapmiz. Qani bismillah. Ishni ustasiga qo'yib beraman, men mazza qilib tomosha qilaman. Bo'ldi, qani demak mastani boshladik. Bo'ldi.
xudo xohlasa 1,5 soatdan keyin maslahatimiz tayyor. Bo'lmasam intervyuimizga qolgan joydan davom etadi. Bo'ldi. Mana hozir biz Mahmudjon aka bilan studiyamizga o'tirib oldik. Aynan men kelishimga tayyorlab qo'yibdilar dedi-yu. Mahmudjon aka, bo'lmasam suhbatimizni boshlab olamiz. Bismillah. Eng birinchi bu boshlamoqchi bo'lgan savolim. O'zi Koreyaga qachon, nima sababdan keldingiz? O'zi O'zbekistonda zapchast do'konimiz bor edi. O'sha eng Bekobod shahrida eng yaxshi zapchast do'konlardan bittasi edi. O'sha 2008-yil krizis boshlanganda 2009da juda kuchaygandan keyin biz biz kamgina haligi hozir tilda bankrot deydi, o'sha paytda kamgina dollar kursiga hisobiga kamgina haligi qiynalib qoldik. O'shanda biz zo'r do'stimiz bor, Abdukarimjon degan, baraka topsinlar, aytdilarki, shunaqa Koreyaga boramiz dedilar, bo'pti deb, keyin Koreyaga bir kelamiz deb olib keldilar. Aytdim, o'shanda aytganman, bo'ldi Koreyaga borsak bironsa qilaylik deb. O'sha 2009-yil noyabrlarda keldik Koreyaga zapchast qilamiz deb, kalotka zapchastlarga shug'ullanamiz deb, zapchast o'tamiz deb. Va o'shanda Koreyaga kelganda birinchi menga yoqqan narsa bu yerda xotirjamlik. Keyin tinchligi, xotirjamligi, ya'ni nimadandir qo'rqish kerak bo'lmaganligi yoki bir narsalar bo'lmasligini o'sha yoqqandi. Keyin ikkinchi sababi, ya'ni bolalarni o'qishga olib kirish oson. Aytdim, bolalarni o'qishga olib kirsam bo'lar ekan-ku degan xayollar bilan shunday qilib keyin qolishni niyat qilib 2010-yilda keyin o'sha firma ochdik. Birinchi bo'lib Mahmud Trading degan savdo sotiq bilan shug'ullanadigan zapchastlar shug'ullanib sotdik. Shunaqa 2009da kirib keldik. 2009-yilda o'tdilar. Men tasavvur qilmayman. 2009-yilda men nima qilganman? Men maktabda 1-sinf bo'lganman 2009-yilda. Siz birinchi kali kelganingizda. Men o'ylayapman-da, dedim keyin. O'zi Mahmud aka necha yoshsiz hozirda? Hozir mana xudo xolasa mana shu oyda 30-mart kuni 51 ga kiraman xudo xolasa. Lekin ustozim aytadi 50 ga kirdim nimaga dedilar. 18 man o'rgan dedilar. Lekin borku, juda ham hayron qoldim. Mahmud akaga kelishimdan oldin xabar bersam, hozir men zalga ketyapman, Elyorjon, hozir kelaman kutib turing dedilar. Zalga dedim. Ham oshxonani yurg'izib, qanaqa qilib zalga chiqishga vaqt topalar deb qoldim-da. Bir xilla bemalol vaqti bo'ladi, shunda ham zalga chiqmaydi. Siz kunda qancha ko'p ish qilib turib zalga chiqishga vaqt topargansiz, juda ham hayron qoldim. Biz kambag'al boy deymiz-ku, aslida bizning dunyo qarashimiz kambag'al yoki boy bo'lishi mumkin ekanda. Mana oxirgi 5 yilda olam bor. Alloh rozi bo'lsin, Hasan akam, Husan akam, Mama Saidovlar, yana ustozimiz Saidmurod Davlatov, yana ko'p ustozlarimiz borlar. Alloh ulardan rozi bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. O'shalardan ko'p ilmlarni olib, nima muammo deyaptilar-da. Mana biz haligi dopamin, endorfin deymiz-ku, davay ko'p iPhone 16 oldik, masalan, chiqdi. Bir hafta-ku, bir haftadan oshmaydi-ku, haligisi mazasi. Bir haftada keyin tugadi-ku. Mashina oldik, bir hafta-ku. Xo'p, shunchalik shunga ish qiyin bor ekan. Prosta arendaga olgin iPhone. Voy ishlat bir hafta bo'ldi yoki mashina ol, Lamborghini olib hayda bir hafta bo'ldi. Ya'ni hozir zal deganingiz birinchi sog'liq ekanda. Chunki sog'liq haqiqatda yoshimiz katta bo'lgandan keyin oyoqlar og'rishni boshladi, bel og'rishni boshladi, yelkalar og'rishni boshladi. Mototsiklda yiqilganman, juda qattiq yiqilganman, dastlabki qilaman deb. O'sha yiqilgandan keyin yelkam har yili qishda faqat og'riydi. Doktorga borganman, hech qayeri yaxshi emas, lekin og'riydi, tizza og'riydi. Hatto haligi namozda o'tira olmaydigan bo'lib qolganman. Shunaqa qiynalib dorilar ichdim, rentgenga qilishdi, doktorga bordim. Boyligi yo'q, oxirgi aytdiki zalga bor deydi. Mana hozir mana Xudoga shukr zalga ham 3 yildan beri chiqyapman. Mana o'sha zalga chiqqanimdan beri na tizzam og'rig'i, na belim og'rig'i, na yelkamning og'rig'i, haligi shug'ullanganlar biladi, zalga chiqqaningizdan keyin xuddi haligi damlangan koptok bo'lasiz, shunaqa bo'lib qaytasizda, odam mazza qiladi-da, yengillik. Gapdan gap chiqdi. Hozir mototsiklda dastavka qilayotganda yiqilganman dedilar. Endi aytishim mumkin, dastavka qilayotganda Mahmudjon aka, ishonasizlarmi, ishonmaysizlarmi, o'zlari ochgan bo'lsalar ham bosh oshpaz, ham yurg'izuvchi, menejer, hamma narsani o'zlari qiladilar. Bitta video ko'ryapman, Mahmudjon aka tomni bo'yab yuribdilar. O'zbekistonda aytishadi-ku, qo'li go'l, qo'lidan mingta hunari bor deyshadi-ku. Aynan shu gapni sizga aytishgandi-da. Hozir juda liginaqa nimada turibman-da, rakursda turibman-da. Haqiqatda mana stollarni, mana ularni ko'p narsa, stol buni yasamaganman deyman. Prosta haligi topganman, mana stolni o'zim yasaganman, mana shu restoranni ko'plarini qilganman. Ya'ni qo'limdan kelgancha hammasini harakat qilganman, svarkani o'rganib, tomni ustida yasaganman. Endi buni albatta Alloh bergani uchun qilganman. O'zi qilgan hozirgi biznes nuqtai nazaridan velosipedni o'zim yana qaytadan yasagandek his qilyapman.
o'zim yasaganimdan mazza qilaman, lekin endi tushunyapmanki, undan ko'ra o'shani bilgan odam chaqirib qildirganim yaxshi ekan. Hozir masala nozik turibdi-da, Eldorjon, qarang, haqiqatda o'zim qilganman. Qilganimdan rohat qilaman, men qilganman deyman, lekin bu o'zimni mazza qilish nuqtai nazaridan, lekin biznes nuqtai nazaridan boshqalarga yollagan yaxshiroq ekan deyman-da. Bu maslahat sifatida. Tushunarli. Bo'lmasam ochilgan haqida aytdik, birinchi mashina zapchasti qilgansiz. Xo'p. Lekin qayerdan kelib chiqdi siz restoran ochish? Zapchast qilib yurgan paytingiz o'zi qayerdan birinchi qo'yga kelib chiqdi? Qo'rqmadingizmi? Chunki siz zapchast qilishga kelgansiz. Oshxona qayerdan kelib chiqyapti bu yerda hozir? Qo'rquv degan narsani o'zi haligi biz SSRda katta bo'lganmizda. Dadam konkretni kaltaklaganlarda. Dadamni hozir shunaqangi rahmat aytaman, dadamdan shunaqa roziman, chunki boshqa meni kaltaklab dadam urgan olmaydi-da. Hech kim dadasi urgandek ura olmaydi-da baribir. Dadam qattiq urganlar. Ya'ni urganlaridan xursandman, buni mazza qilib aytaman-da. Lekin dadamga bu yoqda yaxshi ko'raman, dadam meni zo'r tarbiya qilganlar, qolgan narsalarda o'sha qo'rquv yo'q-da. Boshqa bu odam kaltagimi, boshqa ishmi? Ya'ni biz shunaqa nimada davrda katta bo'ldikki, bizda ya'ni qo'rquv degan so'zni olib tashlashdi-da. Hozir shu joyda aytib ketay, o'sha davr bilan bu davrni hozir solishtiryapman-da. Oldin bizga o'g'il bolamisan degan so'z og'ir edi-da. Nima deyapsan dedikda. Hozirgi bolalarga tavba qildim, endi hammasi ham mas'ul. O'g'il bolamisan desa, nima deyapsiz? Bilmaysizmi? O'g'il bolaman deyapti-da. Shu joylari odamni alab ketadi-da. Ya'ni shuning uchun qo'rquv degan narsalar haligi yo'q. Zapchastga keldim. Zapchast bilan shug'ullandik. Zapchast bo'ldi. Zapchast nima bo'ldi? Orada bir bo'lib, bir bo'lmay, bir bo'lib, bir bo'lmay. Ya'ni orada bo'sh vaqtlari qoldi. Keyin bu yerda go'sht do'kon biri Albaraka degan Xurshidbek ukamiz bor, baraka topsin. Seuldagi aytmoqchi birinchi halol go'sht sotadigan, ya'ni arablardan, Pokistondan tashqari o'zbek ukalarimizdan-da. Birinchi go'sht do'kon Albaraka Seulda ochilgan, halol go'sht sotadigan. O'sha ukamiz akaga birin keling birga ishlaymiz deb ham mahallamizdan aka birga ishladik. Keyin go'sht tarqatib yurganimizda Bon Appetit degan restoran bizga go'sht olib berardik. Bir kun sotaman, oladigan yo'qmi deb, keyin Xurshidbek bilan maslahatlashib olaylik deb, Xurshidbek yana boshqa ukalarimiz bor, Alloh rozi bo'lsin, o'sha yerda pulim yo'q, hech narsam yo'q. O'sha akalar yordam berib, haligi pojiga, zalogiga-yu, boshqa arendasiga-yu zo'r ukalarimiz bor-da. Ya'ni nada ulardan Alloh rozi bo'lsin aytaman, har doim haqlariga duo qilaman. Ya'ni xohish bo'lsa Alloh taolo o'shunaqa odamlarni topib berar ekanda. Bu joyi ham bor-da. O'sha ukalarimiz yordam berdi. O'sha restoranni ochib yurg'izdik. Yag'ini so'rasangiz, aytdimmi, aytgan joyim bormi, oldinglarda yo'qmi? 5 yil minusda ishlaganman-da. Meni 5 yil ukalarimiz ko'p, aka ukalarimiz juda ko'pchilik ko'rayotganlar biladi, o'zi biladi, hammalari haqiga duo qilaman. 5 yil men bankrot bo'lsam ham arendaga pul berib, yordam berib, meni har doim podesha qilishganda. Mana endi sekin alhamdulillah sekin mana davom etyapmiz. Demak, 2009-yil birinchi kelgansiz, 2013-yilgacha mashina zapchastlar bilan birgalikda Albarakada ishlagansiz. Keyin 2013-yilda avgustda birinchi kontraktni imzolagansizlar, bilishim bo'yicha. O'shandan ochilgandan keyin 5 yil bo'lsa, 2018-yilgacha siz zararda ishlagan bo'lsangiz ham to'xtatmasdan harakat qilgansiz. Shunday. 5 yil o'ylayapsizlarmi? Men o'zim borku, bu ishni boshlasam, bir oy o'xshamasa bo'ldi, demak, nasib qilmabdi-da, to'xtatib qo'yaman-da. O'sha paytda siz qanday qilib motivatsiya olgansiz? 5 yil, chunki bu qisqa muddat emas-da. Odam umrida tuyulyapti 5 yil. Bu narsadan boshqa yo'lim yo'q edi. Ya'ni mashinasini qilishim kerak, tushunyapsizmi? Boshqa joyga borsam, noqonuniy illegal bo'lib qolishim mumkin. Boshqa chiqsam, buni meni vizam shu oshxonaga bo'yicha. Shu oshxona bo'lgani uchun oshxona qilishim kerak edi. Boshqa yo'lim ham yo'q edi. Chunki illegal bo'lish boshqa yo'llari bor edi. Va ikkinchidan, o'sha aytgandek, shu ukalarimiz Alloh rozi bo'lsin, podesha qilishga har doim qo'llab-quvvatlashgan. Pul berishadi, arenda yetmay qolsa yana ishlab yana beraman, deb berishadi, yana beraman. Xullas, mana go'sht Albaraka har doim go'sht bergan, pulini kiyib bergan. Xullas, mashina qilib chiqib ketdik va haqiqatda ko'z ochib o'tib ketdi 5 yil va o'sha 5 yildan keyin уже anaqa restoran o'zini o'rniga chiqdi-da, ya'ni o'zini xalq tanidi, qarshilar tanidi, ko'rsatuvlar orqali o'sha 2015-yilda YouTube Chas degan ko'rsatuv chiqqanda juda u haligi bo'ldi, ya'ni Koreyani tarixida ya'ni u ko'rsatuv KBS World telekanalida, ya'ni xalqaro telekanalda ko'rsatildi va eng qizig'i u telekanalda Angliyada inglizcha, Saudiyada arabcha, Malayziyada malaycha, masalan, Yaponiyada yaponcha, Amerikada inglizcha. Va oldin ham aytganman, yana qaytaraman,
Malayziyadan ko'rgani keldi bitta aka meni oilasi bilan. Juda ko'pchilik keldi. Bitta aka lekin samimiy ko'rgani keldi va mehmonga chaqirdi. Malayziyaga borib akani ko'rib keldim, uyga borib chaqirgandan keyin Amerikadan ko'rgani kelishdi. Yaponiyadan Marokkolik arab ko'rgani kelibdi-da, rahmim kelyapti deydi. Sen shuncha qiynalibsan, yur Yaponiyaga deydi. O'sha oshxona ochib beraman senga. Yur ketdi bu yoqdan deb. Aka yo'q, men bolalarni shu yerda deb bormadim. Saudiyadan aytganman, yana aytaman. Bitta oila yangi kelin kuyovni jo'natgan. Mana shu Mahmudni borasan, ko'rasan, mana sizlarga pul, sog'a salom bor deb. Ikkita katta chemadonda haligi o'sha YouTube chajda ko'rsatuvda o'g'lim borib, haligi Hoplasga borganimizda magazinda shokolad olyapti. Yuhaji tejikogi, hammada yeymiz degan paytda o'shanda keyin nima qildik? O'sha ko'rsatuvni ko'rib, Saudiyada kelin kuyov sog'a salom bilan kelibdi-da. Keyin akani o'zi keldi, haligi keyin nima bor edi deb aytdim, ishtasiga yo'q boraman dedi. Amalasi bor. Zamzam olib keldi deb Zamzam olib keldi. Alhamdulillah o'sha ko'rsatuvda yana o'sha ko'rsatuvdan keyin men o'sha alhamdulillah deyman, ya'ni bunda maqtanish yoki alik qilish emas. Faqat Allohdan savob umid qilaman va balki boshqalarga bir o'rnak bo'lsin, balki ular ham shu narsani qilishadi, harakat qilishadi deyman. Ya'ni alhamdulillah o'sha ko'rsatuvdan keyin 2015-yil chiqqan bo'lsa, 2016-yil Janubiy Koreyada juda katta musulmon ulamolari federatsiyalari, halol sertifikat federatsiyalari katta konferensiya nima bo'ldi? Ya'ni konferensiya bo'ldi. O'shandan keyin Koreyaga halol narsalar taomlar kirib keldi. O'sha ko'rsatuvda ko'rganlar biladi, aytganman-da, mana sizlarda aeroport zo'r degan bo'ldi. Mana aeroport Inchonda haqiqatda zo'r aeroport-da, dunyoni o'ntalikami kiradigan. Men aytman, lekin bitta namoz o'qiydigan xonasi yo'q deganman-da. Dedim, endi qo'yaver deganman-da. Mana hozir aeroportda bilsangiz namozxona bor. O'shandan keyin Coexda, Kintexda hammasida namozxonalar qilishdi mana. Sharoitlar qilib qo'yishdi. Aytyapsiz-ku, Malayziyadan keldi odamlarni ko'rish ketyapsiz-ku. Koreys tilida bitta ota so'zligi bor. Ko'sang kitta nagi o'nda deydi. Bu bizning tilimizga tarjima qiladigan bo'lsa, qilgan mehnatingdan keyin rohatini ko'rasan deydi-yu. O'sha 5 yilda siz bas qilmasdan davom ettirganingizda mana mehnatini endi rohatini ko'ryapsiz desak ham to'g'ri bo'lsa kerak menimcha. Inshaalloh. Endi Mahmudjonaga bitta qiziqarli savolim bor edi. Mana aytyapsiz, 2009-yil kelgan bo'lsangiz, sizning oilangiz hali ham O'zbekistonda bo'lgan. Hozir mana 4 ta o'g'il farzandingiz bor. O'sha paytda mana bu yoqqa ko'chirayotganingizni maktabligini qiyin bo'lmaganmi? O'ylab ko'rmaganmisizmi? Misol uchun juda ko'p muammo bo'lishi mumkin-ku, ular agar koreys tilini bilmasa, ularning ta'lim sistemasi buzilib qoladimi? Qanaqa bo'ladi? Qanaqa shu narsani siz uyushtirgansiz? Voqeani aytib beraymi sizga? Bundan keyin ko'p savollarga yechim topiladi degan umiddaman. Oldin ko'rsatuvlarda aytganman, boshqa oldin ko'rsatuvlarda. Meni Yusufjon amakim bo'lganlarda, ikkita amakim bo'lganlar. Eng kattalar Abdurazzoq amakim, ikkinchisi Yusufjon hoji amakim, kattasi Abdurazzoq hoji amakim. Yusufjon hoji amakim bilan shunaqa qaliq, shunaqa aka-uka o'rtoq bo'lganmizda. Ishonasizmi? 6-sinfgacha maktabda bironta ham to'g'ri olmaganman. Faqat 5 ga o'qiganman. Keyin sinfdoshlarimiz ali qilishgan. Bu a'lochi, bu haligi, u deb men keyin qarasam, o'sha o'qituvchilar ham men bilan cho'ntalikka o'ylayapti-da, bolalarga qo'shilib. Dedim-da, keyin o'qish tashladim. Keyin bolalar bilan qo'shilib ketdim. Yana bironta ham to'g'rim yo'q, hammasi 2-3. 6-sinfgacha faqat 5, 7-sinfda hammasi 2-3 bo'ldi-da. Keyin o'shandan keyin amakim bilan birga o'tiribmiz, qalay dedilar-da. Bu joyda bitta voqeasi bor. 99-yil, 79-yil 5 yoshimda dadam avariyaga uchraganlar. Avariyaga uchraganlarda haligi bitta oyoqlarini oyoq nimada mototsiklda kolyas lulkasi bo'lgan. Lulkasi oyoqlarini qisib qo'ygan. Shunday kechasi borganda kes deyishganda doktor. Kes tashagan. Keyin dadam oyoqsiz qolgan. Lekin dadamdan keyin borganlar, dadamdan ahvoli og'irlarni davolab olishganda. Dadam o'zidan keyingilarni, o'zidan dabdalardan davolanganini ko'rib, menikini kesibdi-yu deb haligi qilganlar menga aytganlarda, agar doktor bo'lsang, kesma deganlarda, 5 yoshmanda. Bo'ldi, meni miyamni quyilib qolganda, men doktor bo'laman, kesmayman deb. Va keyin endi yana 7-sinfga qaytyapmiz. Amakim qalay doktor bo'lyaptimi? Harakatlab o'qishlar zo'rmi? Hali ham 5 mi? Yo'q dedim. Nima bo'ldi? 7-sinf hammasi 2 bo'lgandi. 1987-yil. Bu voqealar. 87-yil. Mustaqillikdan oldin. Ha, mustaqillikdan oldin. Keyin amakim aytayaptilar. Endi bo'lmaydi amak dedim-da. Endi 5 qiloq endi bo'ldi, uxladi endi, poyezd ketdi dedi. O'shanda 87-yilda amakimning gaplarida, 87-yilda amakim gaplari yozdi. Aytdilarki, bo'ldilar. U paytda xususiy
avtobus ham yo'q, unda hech narsa SSR narsasi, xususiy narsa degan narsa yo'q, unaqa частныйliglar yo'q. Ha, samolyotlar boylarda bo'lganda endi. Xullas, amakim so'rayaptilar. Iloji yo'qmi deyaptilar. Yo'q deyaptilar. Bo'ldi, okey. Amakim so'radilar-da, esimda chiqmaydi amakim gaplari. Частный avtobus bormi? Yo'q. Частный ZIL, KAMAZ bormi? Yo'q. Частный biron qimmat mashinalar bormi? Endi qimmat mashina boyda bor, bunaqa katta narsalar yo'q. Частный samolyot bormi dedilar. Men aytdim, частный samolyot, ha, boylarda Amerikada bo'lishi mumkin. Atak odamlarda yo'q. Amakim so'radilar. Esim chiqmaydi. Частный raketa bormi deganlarda. Aytdilar, hech kimda yo'q deganman-da. Bironta odamda yo'q deganman-da. Chunki u o'z Rossiyada bor, Amerikada bor, ikkitadan boshqa hech kimda yo'q raketa deganman. Bu ham davlatniki u. Odamniki yo'q deganimda amakim aytganlarda, agar chin ko'ngildan ixlos bilan so'rasang Allohdan, yo Alloh menga raketa ber desang, Alloh senga raketani shunday kaltirib beradi deganlarda. Bo'ldi, oson ekan-ku deganman-da, 87-yil. Shatta niyat qildim, bo'ldi. Amakim menga shu narsani qo'yganlarki, Allohdan so'ra beradi deganlarda. Masalan, amakim endi zavod ishlaganlar, gazli bir narsa bo'lsa, borardi, gazli berdi, menga zo'r qimmat gazlarni berardilar, kostyumlarni berardilar. Amakim meni foldaligi nima so'rasam hech qachon yo'q demaganlarda. Ol. Amakim menga aytganlarda, mendan biron so'rasang, yo'q deymanmi? Yo'q demaysiz. Boshla desang, boshlab beraman, to'g'rimi? Alloh, raketani ham beraveradi shekilli, nima bersang so'rasang, so'ra deganlarda. Mana shunda so'ragan. O'shanda o'zimga shunaqa ko'nglim ungaridi bo'lganman-da. Ishonasizmi? Allohdan nima so'ragan bo'lsam, hammasini shikolat qilib berganda. Ya'ni 91-yil video magnitofon chiqishni boshladi. Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme'larning video kasetalar chiqishni boshladi. Video magnitofon bitta mashinani puli. Har o'sha payt kinolar chiqardi, ko'rardik, prokatga olib, prokatga haligi o'chirtga turish kerak bir hafta oldin. Keyin bir kun o'rtoqlarim ichida maqtanganman-da. Dadam menga video magnitofon beradilar deganman-da. Keyin aytgan, deganlar, sen jinnimisan, bitta mashinani puli degandim aytganman, ichimda aytganman-da, yo Alloh, sendan raketani kaltini so'ramayapman, video magnitofon so'rayapman desam, ishonasizmi, bir haftadan keyin dadam bor video magnitofon olib keldilar, kino ko'ramizlar. Borsa zanit ekan, yo'q ekan. Bunga bor, yo'q. Dedilar, yur dedilar. Ras bordik deb, yangi video magnitofon olib keldik, o'rtoqlarim hayronda. 92-yil Polshaga borish modda bo'ldi-da. Pul boylar Turkiyaga, salimdek olib Polshaga. O'rtoqlarim maqtanyapman, men Polshaga ketyapman desam, hamma hayronda. Sen qayerga borasan? Toshkentga boraman deyapti-da. Men ichimda aytayapman-da, yo Alloh, sen raketani kaltini so'ramayapman-ku. Polshaga ekan desam, ishonasiz, bir haftadan keyin dadam o'rtog'i keldida, dadam, "U qayerda yursan?" desa, "O'rtoq, Polshaga qaytyapman" deydi-da. "Yur borasan" dadam aytdi, "Men bitta oyoqlar bormi?" "O'g'lim, borsin." "Bo'ldi, pasporti bormi?" "Bor, ber." "Davay." Bir haftadan, 2 haftadan keyin Polshaga ketganman-da. Uje ikkita instrument ishladi-yu, video magnitofon men uchun o'sha payt nedostupniy bo'lgan. Buncha odam uchun nedostupniy bo'ldi. Polshaga maktabni bitirgan borib Polshaga biznes qilgan ketyapti. U payt nedostupniy narsa bo'ldi. Bo'ldi, menda o'shandan beri haligi yo'q-da. Yo'q, bunaqa narsa bo'larmikan, bo'lmasmikan degan gumon, shubha, qo'rquv degan narsa yo'q-da, bo'ldi. Xuddi shunday emas, gapni uzoq qilib bordim. Bolalarimga ham qilmaganman-da, shunday bordim, biroz bordimda so'radim, nima qilish kerak? Bolalar olib ketmoqchiman. Toshkentga borib, haligi voyaga yetmaganlar komissiyasidan ro'yxatdan o'tib, ariza yozib, men javob beraman, kafillik olaman, hujjatlar qilib olib keldim. Olib kelganimda rus maktabiga boraman, gaplashib qo'ydim. Rus maktabiga borsam, hujjatlar topshirayotganimda aytdiki, faqat rus maktabini attestati o'tmaydi deyishdi. Keyin unda dedim, to'xtay dedim, o'zbek bolalarimiz, ukalarimiz bor, sразу qilib yuborishdi. Kars maktabida xullas ingliz tilini o'qib, keyin maktabga berib, ya'ni ular ham oson bo'lib ketdi-da. Hozir hamma farzandingiz Janubiy Koreyada. Hammaligi ingliz tili, koreys tilini bilishadi. Eng katta o'g'lim Kyohi universitetini IT sohasini tugatdi. Xudo xolasa yana magistratini o'qishni boshladi. Ikkinchi o'g'lim Chuang Diakyoni biznesni oxirgi kursida, uchinchi o'g'lim ikkinchi kurs tugatdi Chuangni, to'rtinchi o'g'lim, uchta katta o'g'lim Kars maktabida o'qigan, to'rtinchi o'g'lim hozir u ingliz tili maktabida, u 4-yilni tugatyapti. 4-yil shu yerda tug'ildi. Tushunarli. Menimcha ko'rayotganlarning orasida juda ham ko'pchilik havas qilyapti sizga. Alhamdulillah, hamma bundan zo'rlari bo'lsin qolganlarga inshaalloh. Amin. Hozir mana Mahmudjon aka aytdilar, juda ham ko'p mana misol keltirib aytdilar yoshlardan. Men keyin yana bitta intervyuzni ko'rayotganimda shu narsani bildim, mana shu ma'lumotni oldim. Birinchi mana shu restoranni ochayotganingizda boya ham aytdingiz, umuman pulingiz bo'lmagan ekan. Shunday.
qarz bo'lgan. umuman pul bo'lmasdan Qarz bilan. bitta oshxonani ochish. Mana boya aytdilar-ku, yoshliklardan kelib chiqqan. Shu narsalarni siz eslaganmisiz? O'sha payt ham yoshligimda bo'lmagan, nimaga hozir bo'lmaydi deb ochganmisiz? Shu. Bu restoranni ochishimda ko'pchilik so'radida, u Maqsad tuxum ham pishirmaganman deganman-ku. Faqat tuxum ham pishirmaganman-da. Ya'ni haligi bunaqa oshxona bilan qiziqmaganman. Lekin mana o'sha ko'rsatuv chiqqandan keyin men aytdim, endi ko'pchilik so'radida, qayerdan osh o'rgangansan degan savolga uyalmaslik uchun 6 oy Seul Yori Hagonda 6 oy shu anaqa O'rta Osiyo va Turk milliy taomlarini o'rganganman. Eng zo'ri ya'ni o'qituvchim u halol narsalarni, ingrediyentlar nima halol, nima haromligini bilar ekanda, musulmonlarga nima ishlatish mumkinligini menga mana shuni ishlatasan deb, menga qanday ovqat qilishni sirlarini, xullas skоворodkani ushlashni, pichoq ushlashni, kesishni, pishirishni, haligilar spoon tayyorlash, hammasini 6 oy o'qiganman, hozir diplomli povrim bor. Tushunarli. Keyin yana birinchi bo'lib Seul poytaxtda ochilgan birinchi halol oshxonalardan bittasi ekan Lazzat, to'g'rimi? Ochilishidan oldin yaqin atrofdan ovqat topish juda ham qiyin edi, to'g'rimi? Halol ovqat. Misol uchun hozir yosh ukalarimiz keladi, har bitta universitetning oldidan 2-3 tadan variant ham bor, bitta ham emas. Variant ham bor. Men uni boring ekan, bunga boring tanlashadi-da. Oldin 15 yil oldin, men o'shanaga birinchi kelgan paytlar unaqa emas edi. Halol ovqat topish juda ham qiyin edi. Hozir odamlar shuni afzalligini bilishmaydi. Shunday. U haligi bir kam dunyoda, ya'ni masalan o'sha oldin ham aytganman, 10 kun sumkamning ichida mana non olib kelganman, ayam non pishirganlar, patir, haligi uzoq turadigan patir pishirganlar. Bu patirni necha 20 kun yedik. Keyin ochib qarasam, faqat guruch yeymizda, haligi ichida shillab o'tgan, uni guruchda aldash uchun kimchi yegan, bu achchiqda. Bu shillab o'tgan, o'zi battar shillab o'tib ketganda, shu 3 ta narsa bilan 2 oy umr o'tkazganmizda. Keyin non qilishni boshladik, non o'xshamagan. Keyin sekin-sekin sho'rva qilishni boshladik. Xullas, bunday olib qarasam, haligi o'sha guruch yetgan paytlarim, haligi non, haligi ushoq qolibdi-da sumkamda. Esimdan chiqmaydi. Har kuni ko'nglimni donish uchun emas, ko'nglimni ayniganini qoldirish uchun bir qoshiq haligi ushoq nonni ushoq deymiz. Bir qoshiq 10 kun yeganman-da o'shani. Va esimdan chiqmaydi, haligi tog'da yurganmiz, bozorga tushish oson emas. Pomidor olib kelgan, bitta pomidorni kesib, bitta do'lka pomidor yeganman-da. Google'da aylish uchun. Hozir yeb tashlab yuboradigan emas. Alhamdulillah, balki o'sha sabab mana Alloh taolo endi o'zimizga restoran berdi. Alhamdulillah, mana anaqa yuribmiz. Keyin Mahmudjon aka, yana bitta savolim bor edi. Mana shu restoranni ochganingizda eng qiynalgan paytingiz qachon bo'lgan? Mana yo'q, o'xshamadi, men tashlab yuboraman bu ishni deb o'ylaganmisiz? Hech shunaqa fikr o'tganmi 5 yil davomida? Bir marta bo'lsa ham. Aytdim-ku, menda boshidan qo'rquv yo'q. Davomida ham bo'lmagan. Davomida ham bo'lmagan. Lekin vaziyat bo'lgan, ish yurmayapti, balki boshqaga o'taymi, boshqa ish bilan shug'ullanaymi degan xayol bo'lgan. Lekin u restoran bo'lmayotganidan qo'rqqanimdan emasda, balkim bo'lmas meni ishim, balki boshqa ish qilishim kerakdir deb xayoldan o'tgan. Lekin men bu restorandan o'zim ochayotganimda, birinchi restoranni ochayotgandagi xayolim hech bo'lmasa oilam och qolmaydi deganman-da. Haligi ovqat, harda ovqatda bo'ladi degan haligi bor-da. Haligi o'shaning uchun yo Xudo xolisa qilaman, Xudo xolisa bo'ladi, Xudo xolisa bo'ladi, Xudo xolisa bo'ladi. Ya'ni menda ishonchim bo'lganda, chunki men ishonchim bo'lmagan narsani boshlamayman-da, o'zi aslida tabiatim. Ya'ni ishonchim bo'lgan narsani boshlayman. Ishonchim yo'qmi, haligi qilib ko'raman, o'xshamas razalik qilaman-da, lekin bo'lgan narsani eng haligi Eldorjon, yana shu dadamiz yoshligimizda qanday qilgan mehmonga borardik. Boshqa o'rtoqlarning o'g'li mendan katta-da, kurashga tushasandirdilar-da. Meni точно yiqita olmaydigan odam-da u. Mendan katta, govdasi katta. Bizning vazifamiz yiqita olmaymanmi, ko'zim yetmaydimi yiqitishga, demak yiqilmasligim kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Biz shunaqa tarbiyalanganmizda, demak, mendan kattami men yiqilmashim kerak. Turnika tortdingiz, ona 20 ta tortilsa, men 10 ta tortilgan bo'lsam, men krov iznosda 20 ta tortilishim kerak-da, iloji yo'q-da. Dadamni chesti bo'lganda, meni g'ururim emas, dadamning g'ururi ustun bo'lganda, dadam uyalmash kerak bo'lganda, dadam hech qachon yuzini yerga qaratmashim kerak degan narsa. U hozirgacha dadam o'tib ketdilar, Alloh razı rahmat qilsin. Hozirgacha dadam haligi qarata olmayman-da, men uchun mumkin emas-da u narsa. Men bitta gap eshitganman. Odam kelajakda qilmoqchi bo'lgan ishini juda ham ehtiyotkorlik bilan tanlash kerak. Chunki umr o'tib ketadi shu ish bilan deydi. Siz haqiqatdan ham yaxshi ko'rib boshlaganga o'xshayapsiz. Hozir ham ishlayotganingizda
hali ham o'zingiz sevgingizni qo'shib qilasiz ishingizni. Mana shu narsa qanchalik to'g'ri. Bir xilli bor, ishga borsa, ertaga ish, yana ish. Hamma mana bu dushanba kuni boshlansa, yana shanba kunini kutadi. Sizda qanaqa shu narsa? Вообще super savolni berdingiz-da. Bu savol meni lyubimchik savolimda. Har doim meni qiynayotgan mana shu savolda. Qarang, yaxshi ko'rgan ish deyishadi. Yaxshi ko'rgan ishni qilish kerak odam. Haqiqatda yaxshi ko'rgan ishini qilsa odam maza qiladi-da, energiya oladi. Haqiqat bu narsa. Hech kim inkor qila olmaydi bu narsani. Inkor qila olmaydi. Zo'r, haqiqat super. Yaxshi ko'rgan qilgan ishini odam energiya oladi. Savol. Bugun masalan men tualet tozalashim kerak bo'lsa, qo'pol qilib aytsam-da, men uni qilaman. Mazza qilib qilaman. Nima uchun degan savolda, chunki men uni qilishni menga Alloh xohlagani uchun qilaman-da. Men uni Alloh xohladi deb qabul qilaman-da. Men dadam yoki meni boshlig'im emas, Alloh xohladi deb ishni. Menga farqi yo'q. Tualet tozalashmi, oshxona qilishmi, boshqa ish qilishmi, bu ishni Allohning va'dasi bor-ku. Men senga bergan narsamga shukr qil, sabr qil, men uni ziyoda qilaman deganda. Eldorjon, boyagi qornlarim ichib ishqalanib o'tgan ovqatlarni yedim, sabr qildim, shukr qildim. Mana alhamdulillah o'zimni restoranimda o'zimni halol ovqatimni yeyapman-da. Alhamdulillah. Men qiynaldim. O'zim kechasi uxlamay kelib ovqat qilib ishchilar yo'q, boshqa yo'q. Mana alhamdulillah, mana hozir mana ishlayapmiz alhamdulillah. Mana bitta men emas, qancha odamni oilasi rizq shetdan boqilyapti. Ya'ni masala nozik joyi shu yerdaki, любой ishni, любой inson agar Alloh menga shuni berdi deb xohlasa, rozi bo'lib qilsa, sabr qilsa va chiroyli qilsa, Alloh albatta unga ziyodasini qiladi-da. Masalan, va'dasi bor-ku. Aytgan-ku, agar bandam qiynalsang, agar senga shu ish yoqmayotgan bo'lsa, qiynalsang, просто ayt. Yo Alloh, gap yo'q. Men sabr qilaman, shukr qilaman senga. Sen mehribonsan-ku, bundan yaxshisini ber. Qiynalganimni o'zing ko'rib tursan-ku, undan zo'rini ber deb duo qilsangiz bo'ldi. Ya'ni masala u nima ish qilishda emas. Qarang, zo'r ish qilib turibdi hozir masalan programmistlar yoki qaysidir soha vakillari, SMMchiklari AI chiqdi nima bo'ldi? Ish o'zgartiradi. O'zgardi-ku. Shunaqa. Masalan, to'g'rimi? Hozir mana robotlar qilyapti ko'p ishni, masalan, to'g'rimi? Hozir mana restoranni polni shipirib yuribdi. Hozir men ko'ryapman, pollarni shipiradigan robotlar, artadigan robotlar bor. Masalan, menga polni artadigan odam kerak emas. Oddiy misol mana kassa apparat qo'ydim, mana harfni stolga qo'ydim, ofitsiant kerak emas menga. Mana hozir uni ko'rdim men, lag'mon qiladigan Koreyada robotni ko'rdim. Hozir bo'ldi, o'sha narsani xudo xolasa olmoqchiman. Bitta lag'monni robot qiladi o'zi. U uxlamay kechasini ishlayveradi. Ko'rdingizmi? Demak, ya'ni har bitta ish o'zgarishi mumkin-da. Qani garantiya ertaga men restoran bo'lmasligiga, любой soha o'zgarishi mumkin. Demak, har bir narsani beruvchi Alloh, olib qo'yuvchi ham Alloh. O'shaning uchun nima bo'lsa, eng asosiysi shukr qilinglar, sabr qilinglar va Allohning va'dasi uni ziyoda qiladi inshaalloh, beradi, ko'pini zo'rini beradi. Keyin Mahmudjon aka, yana bitta narsaga e'tibor berdim. Qarasizlar, topikdan 2 gipingiz bor ekan. Men o'ylayapman, agar biznes qilishga kelgan bo'lsalar, topik prichom bu yerda? Nima sababdan topik topshirish mumkin bitta inson? Siz bir o'zingiz tilni o'rganish uchun, umuman kerak bo'lmasa ham topshirgansiz shu topikka. Bunga ham zo'r misol keltiraman-da. 2001-yil Isroilga malaka oshirgan jo'natishdi. 2001-yilda sotuviy telefonlar endi chiqishni boshlagan O'zbekistonda. Malaka oshirgani bordim. Isroilga borganimda haligi Kamolo jamoasi rais bo'lgan, o'sha paytda Kamolo jamoasida jo'natishganda, jo'natishga borganimda menga aytdiki, nimaga qiziqasan dedim. Texnikaga qiziqaman, kompyuterlarga qiziqaman deb menga kompyuterxonaning kaltini berishdi. Yana bittasi kitobga qiziqaman, bunisi biblioteka kaltini berishdi. Ya'ni butun SNGga borganda men kompyuterxonaning kalti menda. Hamma keldi, kompyuter o'chyapti, hamma pochtasi ochgan, email ochgan. U paytda telefon yo'q-ku. Sen bilan qanday bog'lanaman? Email ber deyapti-da. Email yo'q. Ishlatmaganman-da, bo'lmaganmizda O'zbekistonda. Email nimaligini bilmagan 2001-yilda. Yig'laganman-da, qalbimga nega qo'yganda yer yormaydimmi deyapman. Nahotki shu bitta emailni o'rganib kelmading, ochib kelmading. Yo'q, bizda email ishlatdik, biz boshqacha ishlatadi degan, mana nima degan, ota nima deyman deganman-da jo'rtaga. Ya'ni o'sha email ochganda, bo'ldi o'zimga aytdim-da. Yo'q, bo'ldi, mumkin emas. Kerak bo'lsa arab tili, kerak bo'lsa fransuz tili, kerak bo'lsa kors tili, kerak bo'lsa yangi texnologiya nima chiqsa, AI chiqadimi, nima chiqadi, texnika nima chiqadi, qanaqa chiqadi, mashinaning oxirgisi nima chiqadi. Mahmud orqada qolish kerak emas, mumkin emas.
men qanday qilib boshqalarga bir narsa o'rgataman agar o'zim o'shani bilmasam tuppoyga o'xshab o'tiraveramanda kim beri kim birortasi kim bo'lsa xijolat bo'lib qoladi yana emeli yo'qmi deganda o'shaning uchun shuning uchun topingmi AImi oxirgi dipsikmi boshqasimi Dipsik? любой nima chiqsa nima uchun men bilmashim kerak nima uchun men qilmashim kerak degan savol nima uchun men qilmashim kerak degan savol Hozir dipsik aytganlaridan keyin bittada bilib olsanglar bo'ladi, yengilinglarni ham kuzatib turar ekanlar demak. shunaqa 2025 ham chiqdimi O'zim ham hozir Sejong universitetida ta'lim olib kelyapman, bakalavr tugatib, hozir magistraturada sun'iy intellekt bo'yicha o'qiyapman. Haqiqatdan mana 3 yil oldin men bakalavrda 1-2 kursda o'qiyotganimda bitta uyga vazifani misol uchun guvoh ketardi-da, 7-8 soatlab ketardik. Hozir sun'iy intellektga bitta prompt beramiz, izoh beramiz, 8 soatlik ishni 2 minutda qilib beradi-da. 2 minutda biz aytamiz. Men nima sababdan o'qidim? Nima sababdan? Endi bu degani emas, o'qish kerak emas, hamma narsani sun'iy intellekt qiladi. Sun'iy intellekt bu vosita. Har bitta sohani mutaxassisi o'sha sun'iy intellektda ishlasa, effektiv kattaroq bo'ladi. Shuni ham aniqlash kerak. hozir siz o'qidim deysiz hop sun'iy intellektni oson qila oladi To'g'ri. lekin masala u sun'iy intellektga to'g'ri prompt bera olishda To'g'ri. hozir promptni noto'g'ri bersangiz u haligi chupchuq chiqib chizib beradida siz unga she'r chizib ber desangiz Yana bitta narsa hozir O'zbekistonda hozir mana Mahmudjon aka 50 yoshman dedilar. Prompt degan so'zni ma'nosini necha kishi biladi O'zbekistonda hozir? Davr bilan birgalikda bor-ku, meni tengdoshlarim bilmagan narsalarni hozir siz bilasiz. Juda ham lol qolish meni qo'limda emas-da. yo lol masala shunda-da masala shunda har bitta odam bitta o'tgan safar aytganman-da Eldorjon qarangda masalan Nozikjamonda mana men kimman Koreyada Restoran olib boruvchi bitta shaxs. siz meni bilib keldingiz hozir men ko'chaga chiqsam meni restoratorligimni hech kim bilmaydi Bilmaydi. ikkinchisi mahmudligimni ham hech kim bilmaydi Bilmaydi. uchinchisi o'zbekligimni ham hech kim bilmaydi Ko'p foiz bilmaydi. bilmaydi lekin ko'chadagilar meni kim deb o'ylaydi musulmon deb Musulmon o'ylaydi deb soqoli bor ekan haligi aziyat ya'ni musulmon bo'lsa kerak deb o'ylaydida ha demak meni amalim meni ilmim hammasi birinchi o'rinda musulmon uchunda ya'ni agar men zo'r bo'lsam demak musulmon zo'r bo'ladida Mahmud zo'r bo'lmaydi, Mahmud restoran zo'r bo'lmaydi. Meni birinchi opasniy, nozik joyim meni musulmon dinimizga ishkal qo'ymaslikda, birinchi o'rinda. Haligi yordam bermoqchi bo'lsang, mishat qilma deydi-yu. Hech bo'lmasa mishat qilmashim kerak-da. Haligi ya'ni ana 2015-yilda o'sha ko'rsatuv chiqqanda YouTube channelida men musulmonman deb chiqqanda, haligi kunida deydi-ku, haligi ko'rsatuv nomi men musulmonman. Va ular aytdiki, biz seni shuncha syomka qildik va biz bildikki musulmonlar yomon odam emas ekan, yaxshi odam ekanligini bildik deyapti-da, rejissyorlar aytyapti. Endi ularga aytyapman-da. Hozir meni musulmonlikni yaxshi odam deb bildik, qabul qildik. To'g'risini ayt desam, ha, haqiqatda biz musulmonlarni yomon deb o'ylardik. Hozir seni ko'rdimda yaxshi odam ekan deb o'yladim deyapti-da. Men senga bitta gap aytaymi deyapman. Ha, desa, men musulmonlarni eng yomoni eman dedim-da. Haqiqiy musulmon boshqacha bo'ladi, zo'r bo'ladi dedim. Ular shok bo'lib qoldi. Yo'q dedim. Agar yomoni sen bo'lsang, demak zo'r. Ha, masala o'shanda. Bizni ilm olishimizdan maqsad biz Mahmud yomonlik emas. Biz birinchi o'rinimizda haligida dinimizda haligisida yoki kecha bittasiga aytdimki Imom Buxoriyning nevarasimiz deymiz, Imom Saudiyaga borsak Imom Buxoriyni nevarasi deb sigaret chekib tursak, ha? Undan ko'ra aytma, yoki undan ko'ra men ukam bo'lsam ham Mahmud ukasiman demagan-da. Xuddi shunday. Olasiz ilm olishga demoqchiman-da. Men Mahmudjon akadan tushungan narsalarim qilgan ishimiz bilan birovga o'rnak bo'lishimiz kerak. Dunyoda hozir islamofobiya degan juda ham keng tarqab ketgan, dinimizni noto'g'ri tushunadi ko'pchilik. Aynan biz qilayotgan amallarimiz bilan birgalikda hech kim yaxshi nima demasdan hammaga ko'rsatishimiz mumkin bu noto'g'ri tushunchaligini. To'ppa-to'g'ri shunday. Hozirgi vaqtda gaplashdik, o'tmish haqida gaplashdik. Mahmudjon aka, kelajakda endi qanaqa planlaringiz bor? Hozir men sizni ko'ryapman, juda ham innovativ odam ekansiz. Kelajakga ko'zlab qo'ygan qadamlaringiz bormi? Men hozir kelayotgan 5 yilda buni qilaman, 10 yilda buni qilaman. Qarangda, zo'r bu gapni aytdingiz. Men oldin sal kengayamiz. Oldin prosta Mahmud musulmon, namoz o'qiydigan Mahmud dedim. Restoran bo'ldi, restoranchi bo'ldim. Oldin boshqa sohalarim ham bordi, bir taniganlar biladi. Va har doim bir narsa o'rnak bo'lish kerakda. Qarang. Meni bobom Tojikistonda tug'ilganlar. O'sha paytda
17-yil xullas o'sha paytda revolyutsiyadan oldingi paytda Leningradga, Sankt-Peterburgga o'sha yoqqa anaqa karvonlar bo'lganda, ba'dan O'zbekiston, Tojikiston, O'rta Osiyodan yuk olib borganlar, yoqda yopib kelganlar, shunaqa sotib yurganlar. Keyin yoqda hokim qilib saylashgan, o'sha o'zlarining shaharlarida hokim bo'lganlar, 3 ta xotinlari bo'lgan, bitta hovlida yashagan. Bitta hovlida birga ovqat qilib yeyishgan, birga yashagan, birga hech kim bitta muammo bo'lmaganda. Adolat shu darajada cho'qqida bo'lgan bobomda. O'zlari nima yesa uyga olib kelib berganlar. O'zlari nima kiysa olib kelib berganlar. Ayollarni bir xil kiyintirganlar, bir xil olib chiqqanlar, bir xil haligilar opa singilda yashaganda, bironta zulm qilmaganda, birontaligi qilmaganda, opa singilda. Hozir ularning farzandlari aka uka opa singildaymiz, hamma qarindoshlarda. Bobomning adolatlarining orqasidan endi qarang. Bobom u o'tib ketdilarda, 70-yillarda o'tib ketganlar. Men 2000-yillar Tojikistonga bordim-da, mahalla o'sha bobomni haligi nimalarga borsam, bir kunda mahallada yuribman, "Bax keling, sizni tanimayapman" dedi-da, "Siz berlik emassiz" deyapti-da. Ha, tojikcha gaplashyapmiz-da. Ha, berlik emasman desam, "Kimsiz?" dedi-da. Falonchi Abdulloh bo'lgan ismlari. O'shachi Abdullayevman, Abdulloh bo'lganlar. Abdullohning nevarasiman, Abdulloh bo'lasining nevarasiman desam, haligi chol uyga olib kirib, o'tirg'izib, o'ziga tikka turib choy beradi. "Yo'q, men qo'yaversa yo'q" deyapti-da. Siz kimni nevarasisiz deyapti-da. "Biz sizga xizmat qilib, u odamga xizmat qilgandek bo'lamiz biz uchun" deyapti-da. "Biz uchun sharaf" deyapti-da. Men aytyapman-da, qarang, bobom bu dunyoda haligi oddiy odamlar bobomning xizmatini shunchalik haligi qilsa, e'tirof etsa, endi Alloh taolo nimalarga tayinlab turgan ekan deyman-da. Nahotki men bobom degan bo'lolmayman deyman-da. Ya'ni bobomdan ko'p narsani olganmiz, dadamizdan olganmiz-da. Masala hammasi o'tadi, ketadi holatda. Men alhamdulillah aytdim boya, lazzat tarix bo'ldi. Bu yoqqa Fransiyani bitta restorator bor. Restorator emas, bloger, food bloger. Butun Koreyadagi restoranlar, zo'r restoranlar bo'yicha kitob yozgan. O'sha kitobiga meni ham chiqqanda restoranimizni kiritgan, u kitobda bor. Ya'ni bu tarix bo'ldi-da. Koreyani ham haligilarda ko'rsatuvlarida, xullas ko'p joyda chiqdi. Ya'ni menda yaxshilik qolsin deyapman-da. Masala endi keyingi avlod, mana keyin nima kelajak deyapsiz-ku. Nimaga oldin biz dunyo qarash o'zgardi-da. Oldin biz mahalliy qilganmiz. Mahalliy qanday qaysi bo'ladi? Nimaga menga aytmayapti, men unga sirimni aytishim kerak. Nimaga retseptni aytishim kerak yoki noto'g'ri ekan-da. Men unga aytsam, u qilsa savob bo'lgan-ku menga. Bizda oldin ya'ni boshqacha o'ylash bo'lganda, bu savobdan mahrum bo'lgan ekanman-da. Avtomatik lekin hozir ko'ryapman. Qarang, boylar kim deganda oldin bizga boylar yomon, boylar xasis, boylar baxil, boylar yomon, boylar yomon, boylar yomon. Boylarni endi o'rgandim kimligini. Boylar xasis, baxil emas ekan. Ular ekonomist, tejamkor ekan. Ular isrof qilmagan ekan. Haqiqiylarda. Boylar kim bo'lgan ekan? Men endi bildim, boylar Alloh taoloning yer yuzidagi bankirlari ekan, kassirlari ekan. Ular ihson qilar ekan, Alloh ularni ziyoda qilar ekan. Agar ihson qilmasa, Alloh ularni ishdan olar ekan, ya'ni bankrot bo'lar ekan-da. Ha, boylar yaxshi odamlar ekan. Faqat bizga yomon ma'lumot berishgan. Endi ya'ni bu bilan boy emas, boy bo'laman emas. Ya'ni endi kelajakda qarang, oldin restoranda ishchi bo'lsin. Hozir shu darajaga keldim. Men restoranda, masalan, hozir aytsangiz, aka men mana shu restoranda ishlamoqchiman. Xohlasangiz sherik bo'ling. Masalan, ya'ni aksioner bo'ling, sherik bo'ling. Ko'paytiring, kengaytiring. Ko'paysin. Mana haligi Jeff Bezos, ya'ni Amazonni Nvidia'ni boshlig'i kim edi? Esdan chiqdi. Mana esimdan chiqdi. Xullas 5% ekan, 5% ekan aksiyasi o'ziniki. 95% tarqatib yuborgan ekanda. Masala shunda, ya'ni kelajakda endi lazzatni ko'paytirsa meni nomim emas, farqi yo'q. Просто yaxshilik ko'paysin. Ilm sizga o'xshagan mana ilmli bolalar ko'paysin. Biz agar kelsa, hech bo'lmasa so'zimiz bilan, hech bo'lmasa gapimiz bilan, hech bo'lmasa qo'ling bilan qolsa tiling bilan deydi, hech bo'lmasa tilimiz bilan biz o'rgataylik, bir narsa qolsin, bir narsa halik qilsin, yaxshilikka bo'lsin. Da haligi xursand bo'lish yaxshi. Mahmudjon aka, keyin gapirayotganingizda bitta narsani sezdim. Tojikchada gaplashayotganda dedingiz, o'zbekchani bilasiz, tojikchani bilasiz, rus tilini bilasiz, ingliz tilini bilasiz, kars tilini bilasiz, biladigan boshqa tillaringiz ham bormi? Turk tilini bilaman. Turk tilini bilasiz. Men bilan gaplashadigan tillarim bular. Keyin arabchani boshlaganman o'rganishda, lekin
gaplasha oladigan darajada emasman hali, lekin tushunaman nima deyotganini. tilingiz. 7-chi tilim shunaqa. Mashalloh. Turklar aytadi-ku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bo'lmasam Mahmudjon aka juda ham uzoq suhbat bo'ldi. Menga hozir bor-ku, men shu yerda yotib qolib ertalabgacha siz bilan suhbat qurgim keladi. Lekin videoni ham sekin yakunlamoqchiman, lekin yakunlashdan oldin hozir mana bizani kuzatib turgan yoshlar ham bor oraligida, yosh kattalar ham bor. Shularga o'zingizni hayotingizdan kelib chiqib, nima demoqchisiz? Qisqa bitta gapingiz. Xohlasangiz tavsiya bering. Xohlasangiz boshingizdan o'tgan narsa bo'lsa, bir oz gapingiz. Barcha yoshlardagi kuzatuvchilarimizga. Olam bor Eldorjonni barcha obunachilari, barcha kuzatuvchilar, barcha ko'ruvchilar uchun olam bor hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat Eldorjon. Bitta gap bilan tugatamiz. Xudo xolasa men degan bu inson men hech narsa qila olmayman. Siz ham hech narsa qila olmaysiz. Hech kim hech narsa qila olmaydi. Bu bizning ongimizda. Lekin Alloh hamma narsaga qodir. Agar Alloh men hech narsa qila olmayman, lekin sen qila olasan desa, любой inson любой ishni qila oladi inshaalloh. Albatta halolini, pokini Alloh rozi bo'ladigan ishini любойni so'rasin, любойni duxtum ming qilib Allohim bor desa bo'ldi, muammo yo'q inshaalloh. Alloh hammani o'zi, Alloh mehribon zot. U biz o'ylagandan ham bizni o'ylolmaydigan darajada mehribon zot. Shuning uchun xohlagan ishlaringni halol pokini bismillah deb boshlaydi. Alloh inshaalloh hammasiga yetkazadi. Bizani mehmon qilganingizga juda ham kattakon rahmat. Bunaqa dildan qiziqarli suhbatingizni eshitib borku, men hozir tinglovchilarga ana Hosim katta-da, ular mazax tinglab o'tirishibdi, nima gapirishim ham kerak-ku. Juda ham kattakon rahmat aytamiz va o'tkazib yubormanglar. Hozir mana video tugagandan keyin shaxs podkastida men Mahmudjon aka bilan birgalikda bitta video qilib chiqaramiz. Albatta ko'ringlar. Koreyaga kelish qanchalik to'g'ri mavzuda qilamiz. Bo'lmasa yana bir marta rahmat aytamiz-da, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish o'zingizlardan. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, Mahmudjon aka juda ham kattakon rahmat sizga. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar azizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo barakat. Shaxs podkastda ko'rishguncha.